Mana Bakso Qurayishdagi hojilarimiz yotadigan yotoqxonalarimizdan biri Ajnadin. Gazetsalarimiz mana. Maşalloh. O'ta chiroyli, salqin. Sharoitlar yaxshi. Xudo xolasa. Har qancha odam chiqib mazza qiladi. Bizda bo'ladi salqin. Juda joylar seroq. Böyle ishlaydi xudo xolasa. Joylar o'ta katta. Mana avrodonni tekshirib yuribdi. Xudo xolasa. O'ta salqin, maşalloh. Bundan chiroyli gazetalar. Videomiz o'zi ko'rdik, davomi yo'q. Assalomu alaykum rahmatulloh. Aka, hayitlar qutlug' bo'lsin. Qani kiraylik. Bismillahirrohmanirrohim. Maşalloh. Ajnadinda bo'lyapti. Qani boshliqlarimiz kattalar. Qani maşalloh. Mana o'zaki assalomu alaykum rahmatulloh. Mana biz hojilarimiz. Hojilar o'tib turlar, erkaklar ko'payib ketdi. Duo qilinadi, so'yladi bersinlar. Maşalloh. O'ziga xo'sh keldi. Mana bizning faollar. Yaxshimisizlar? Hayitlar qutlug' bo'lsin. Hayit muborak. Xullas Alloh rozi bo'lsin. Biz sizlarga aytgan Makka mukarramadagi Mahdul Risolada videoga ola olmadik, lekin bu joyda inshaalloh Ajnadinda ham Xudo xolasa shunaqa hayit kunga shunaqa chiroyli tarbiyalilar bo'lyapti. Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo barcha yurtdoshlarimizga kelasi yillariga mana shu joylarga kelib hayit namozlarini o'qib Allohning mehmonlari bo'lib ketishlik nasib qilsin. Subhanalloh. Mana firmalarimiz xosatan Yulduz Qirg'izistondagi hayit muborak ekan. Mana bu bizni Ixlos Travel'imiz firmasiga qilingan tayyorlangan tort. Maşalloh bitta katta tort ekan. Subhanalloh. İnşallah Ramazon hayitiga bizning firmamizda rahbarlar tomonidan shunaqa chiroyli sharoitlar qilinibdi hojilarimizga. Sherzodbek domlalarga oz fikrlaringizni aytib. Ramazon oyini hayiti munosabati bilan Alloh taolo bizni shunday chiroyli rizqlantiryapti. Mana hojilarimizga bugun alohida xosatan mevalar bilan inshaalloh Alloh chiroyli rizqlantiryapti hammamizni. Alloh rozi bo'lsin. Sajidullo domla, nima gaplar? Hojilarimizga qiyinchiliklar, shart-sharoitlar yaxshimi? Hayit muborak, hammaga. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Hammasi xullas firma rahbarlaridan tortib hammalari ittifoq, hurmat, izzatlar yaxshi. Alloh rozi bo'lsin. Avrorbek domla ham mana shu yerda. Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo barcha yurtdoshlarimizga mana shu joylarga kelib, yanagi kelasi hayit namozlarini o'qishlik nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aynan hayit ayyom kunlari shaharlardek go'zal bo'lgan Makka mukarramada kelib ibodat qilishga nasib qilgan Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Yasharkanmiz hayotimizda har bir holatimizda namuna bo'lgan Rasulimiz, Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat salomlar bo'lsin. Juda ham ko'plab hamdlar aytishimiz kerak. Ko'plab ibodatlarimiz berilgan ne'matlarni qadriga yetishimiz kerakki, Alloh taolo millionlagan, milliardlagan insonlarning ichida bilan bizni aynan qadr kechasi kunlari ulug' bir ibodatga, ya'ni umra degan ibodatga muvaffaq qildi. Tortlar reklama emasmi degan joyga ko'rib qo'yamiz. Mana tortlar kesilyapti. Xo'sh, maşalloh. Mana endi hojilar ko'p, shularga yetganicha bir kesim qilib bo'lsa ham yetkazaman.
onamiz hayit kuniga yetib kelishdi. Yaxshimi kayfiyatlar, charchoqlar yo'q? Allah kayfiyatlar. Allah razı olsun sizlerden. Hammaga sağlık tilayman. Mana shu holatda sizlar kutib olanyapti. Maşallah. Maşallah. Rahmat. Hayitlar qulluq bo'lsin hammanglarga. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Subhanalloh. Allah razı olsun. Hoca aka ovqat ko'rib qo'yaylik. Hoca aka. Osh ekan. Yaxshimi? Sho'rva. Osh maşallah hayit kunida mana hammasi yaxshi kayfiyatlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun qaytayotgan gruppamiz bor. Toshkentga tushadi 21:15 da. Bo'ldi, hoji aka ochib yuboramiz. Bagajlar. Mana hojilarimiz chiqib kelishyapti. Xudo xolasa inshaalloh o'zim olib borib bularni kuzatib aeroportlarga. Mana maşallah. Zo'r aka qaytdinglar. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi yetib olinglar aka. Sog' bo'linglar. Bunaqa eng chiroyli gruppa bo'lgan mana shu deyapti hoji aka. Ha? Bu hoji akalarimiz bilan ibodat endi boshlaymiz. Kecha kelishdi. Hoji aka sog' bo'linglar. Hojona chiqyapsizlar. Alaykum assalom. Yaxshimi? Qiynalmadinglar? Alloh safaringlar bexatar qilsin. Yaxshi yetib olinglar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Mana chiqishyapti. Ha, chiqaverasizlar hojonalar. Ha, chiqaveringlar. Xudo xolasa mana bu akalarimiz chiqishyapti. Hammamiz ketyapmiz. Xudo xolasa. Subhanalloh. Hoji aka, Tojikiston yaxshimi? Alloh rozi bo'lsin. Mana Aisha. Aisha. Bu hozir chiqishyapti mana. Hammalar ibodatlarni qilib, chiroyli holatda. Sumoya. Aka yaxshimi? Kamchiliklar bo'lmadimi? Yaxshimi hammasi? Hojilar kayfiyatlari dahshat. Hammalar chiqishyapti mana. Hojilarni hojilarimiz zamzamlarni olib, hojilarga topshirgani kelyapmiz. Zamzamni oldik mana. Xohlasa aeroportda avtobuslarimiz. Hojilar tushadi mana. O, yaxshi avtobus bizniki. Zamzamlar tarqatamiz. Xudo xolasa. Yuring, hoji aka mana shu. Ashmaga qo'yib turaylikmi? Mana shu qo'yib turaylik, chaqiramiz hozir. Avtobus olib keladi-da. Ana bo'yiklar bilan birga keldinglar. O, bo'yiklar bilan. Assalomu alaykum rahmatulloh azizlar. Bugungi Toshkentga Saudiyadan qaytayotgan ziyoratchilarimiz inshaalloh aeroportga yetib kelishdi. Zamzamlarni olib chiqib tayyorlab qo'ydik mana. Har biriga bittadan zamzam tayyor qilib qo'ydik. Xudo xolasa bagajlarni tushirishadi. Zamzamlarni beramiz. Maşallah. Kayfiyatlar yaxshi, hamma zo'r kelishdi. Xudo xolasa zamzamlarni beramiz, registratsiya kirgizamiz. Bular albatta oldingi videoda ham aytib ketyapmiz, ma'lumot o'rnida. O'zbekiston vaqti bilan 21:15 da samolyotimiz Toshkent shahridagi Islom Karim nomli aeroportga kelib qo'nadi. Azlar 40-50 daqiqada chiqadi. 22:00 da inshaalloh Tashqarida bo'lishadi. Xudo xolasa. Zamzamlarni tarqatishni boshladik. Olavringlar, bitta-bittadan olavring, ha. Bittadan olaylik hammamiz. Oshni olmaymiz.
Habibi, tibe 3 ta, ha? Olinglar. Boshqa olmanglar. Olinglar. Zamzamlarni olib kirib ketadi. Hojibo, olib kel. Zamzamlarni olamiz. Ketdik. Mana xudo xolos. Hojonalar kelinglar, zamzamlarni olamiz. Keyin kirib ketamiz. 3 ta. Mana hojilarga. Hojachalar odam boshiga bittadan. Odam boshiga bittadan. 2 kishi bo'lsa 2 ta, 4 ta bo'lsa 4 ta olinglar. Bo'ldi, olinglar. Mana. Xudo xolasa zamzamlarni tarqatyapmiz. Zamzam olmaganlar o'tinglar, hojachalar. Zamzam olmaganlar o'tinglar. Oldinglar? Olinglar, zamzam. Mana uni beryapmiz. O'tinglar. Hojacha. Zamzamingizni olib kirib ketding, keling. Bu opalar zamzamlarni olamiz, hojonalar. Hammaga bittadan, 2 ta bo'lsa 2 ta. 3 kishi. Hojacha oldingiz. Ketdik. Hojacha oldingizmi zamzamingizni? Mana. Hammasi zamzamlar topshiryapmiz. Ozroq qolib, keyin aeroportga kirib ketamiz. Registratsiya jarayonlari. Assalomu alaykum, rahmatulloh azizlar. Registratsiya jarayonlari boshlangan. Xudo xolasa. Bagajlar topshirish jarayonlari. Hammasi tayyorgarliklar bilan. Xudo xolasa shu bilan ketdi. Zamzamlar topshirdik hammalarini o'zlariga. Har bir hojilarga zamzamlarni berdik. Hatto kichkina 2 yoshli bolalarimizga ham firmamiz tomonidan zamzamlar, hadiyalar, sovg'alar qilindi.